hozir mana bu kanaldan aylanamiz. Bu yerdan aylanib keldik. Bu yerda bilet olinadi. Mana bu yerda очередga turasiz. Biletlari narxini qaraymiz. Bu yerda kanallarda bu yerda 30 yozishgan, lekin boshqa narx olyapti. Foreign adult, ya'ni inosronlarga 50 ringgit ekan. Kattalarga hozir o'shani almashmoqchilik bo'ldi. Tepada boshqa narx yozgan desak, inosronlarga 50 ringgitdan ekan. Bu yerda chiqib ketamiz, mana shu yerda minamiz. Ozgina dam olib, aylanib, qolganini suvda sayohat qilamiz. Kemalarga minishga boshladik. Yaxshi joyni olib olinglar, turib videolarni olishga oldagi bo'lsa kerak-da, shu oldi taraflariga. Videoga olishga oson bo'ladigan, balki mana bu yerdadir. Mana shu yerda o'tiramizmi? Mana bu yerda o'tiramiz, yonboshdan olib boramiz. Mana shunda kofilarimizni oldik. Restored and retained its original design. Today, it is known as Tulsa Hill and has been converted to a tourist center. You will find several restaurants and sailing shops. Sebelahannya juga ialah tapak Fashion Developer yang merupakan sebahagian daripada tembok kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. After the dataran Sunan Melaka Jatuh, white is the best in the day. It is God of the Lord of the Lost. yang terdapat di Melaka memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the shop goes to the water. This is the major tourist attraction. Tourists will be able to visit almost all the museums in Melaka as they are situated within this area. Kedai-kedai di sini menjual berbagai barangan hati dan barangan antik. Right beside Padang Midi, you see a row of statues. Shop entrance cafe for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and the Village. Here you will find many shops selling very souvenirs and festivals. Di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Midi. Padang Midi adalah pertemuan beberapa jalan di Lorong Jalan Laksamana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Karo dan Syamsul. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang Melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, you have come to Padang Midi, which is on the right. Padang Midi is a meeting point of several roads such as Jalan Hanjaban, Jalan Laksamana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Karo, and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka.
Malakani ko'chalariga chiqdik. Aylanishga Riverda katatsiya qildik. Inakchalarni chiroyli qilib qo'yishganiga bezab. Endi esa ko'chalariga ketamiz. Ko'chalarni aylanib chiqamiz. Mana bu kanalda ham lotkada uchdik. Lekin kanalda iguanalar ko'p ekan. Buni aytishdi, men hazil bo'lsa kerak dedim. Haqiqatan ham rostdan ham iguanalar juda ko'p ekan. Katta iguanalar, o'yla hazil ekan emas. Daraxtlar orasida kirib yotgan odamlarning o'rtasida o'tirgan iguanalar ko'rib, ochiqchasi ozgina tirsdim. Lekin buni o'rganib ketishgan. Bu yeri Xitoy mahallasi. Malakada asosan malayziyaliklar, ya'ni musulmonlar, xitoyliklar va hindlar aralashishadi. Eng mashhur ko'chalardan bittasiga kirib kelamiz. Rasmga tushisham. Deysizmi? Aylanib yurganlarmi? Mashinaga yo'l yopib qo'yishgan. Bu yeri mashinaga yo'l yopiq. Odamlar piyoda yurishadi. Chiroyli binolari. Tarixiy shahar UNESCO merosiga kirgan. Bu yerdagi barcha binolar tarixiy, mana ko'chalar, tor ko'chalar, eski uylar. 1753-yilda portugizlardan qolib ketgan uylar, undan keyin qurilgan uylar. Kichkina masjid, jami, tarixiy masjidlarni ko'rdik. Endi street walkga kirdik, ko'chaga. Juda ham chiroyli qilinganda, mashina yuryapti, lekin mashina kirgan teskari yo'ldan. Kirish, bu yoqqa kirishi yopiq. Bu yerda gostinitsada asosan restoranchiklar, mamdoq street foodlar, ko'cha ovqatlari juda ham qiziqarli. Jonkerborg nomi. Kruizda kemalar keladi. Durian, meni sevgan mevam durian. Ko'pchilik sevmaydi, lekin yaxshi, chiroyli, mazali mevalardan desam ajab emas. Mana bu uylarni qarang. Ust etajda ko'pincha o'zligi yashashadi. Pastlarini restoran, kafelar qilib qo'yishgan. Chiroyli, ekzotichni. Kiyim-kechak, natsionalniy kiyimlari bu yerda olsangiz bo'ladi. Hebe kiyib bir ko'ramizmi o'zimizga ham. Ko'ylakchasi chiroyli ekan mana shu. Ranglari chiroyli ekan. Gerçi ko'pdan beri shunaqa ko'ylakchalar kiymayman. Bu rozvisi ham chiroyli ekan, natsionalniy stilda olsak bo'ladi. Bu yer asosan xitoyliklari. Xo'p, kurasanga qarang, kattagina yopishib turibdi. Ko'cha bo'yicha bemalol oxirigacha ketsa bo'ladi, aylanib orqa ko'chalari, yon ko'chalari. Bir kun bu yerga ajratsa yetarli Malakaga. Pripravalar, mana bu yerda har xil pripravalar sotishadi, kashta urug'lari. Bularning har bittasini nimagadir foydasi borligi yozib aytib beradi, yozilgan, chizilgan. Garchi biz o'zimizda ham juda ham ko'p bunaqangi o'tolanli boy yurtimiz. Bu yerda ham tarixiy asosan xitoyliklar bo'lganligi uchun tepalardan ko'rsa bo'ladi. Xitoyliklarning mahallasi bu yerda. Xitoyliklarga tegishli bo'lgan ovqatlanish, lekin shuni unutmaslik kerak, Malakada ham cho'chqa go'shti bor. Malayziyada umuman musulmon davlat bo'lishiga qaramasdan cho'chqa go'shti boshqa davlatdan kirishi mumkin emas, lekin shu yer o'zidagi boshqa xitoyliklar tarafidan yetishtirilgan cho'chqa go'shtlarini yeyishadi, bor. O'shaning uchun so'raganda zarar qilmaydi. Lekin hamma joyda emas. Asosan xitoyliklarning restoranlarida, Xitoy marketlarining yonida bor.